Assalomu alaykum aziz va go'zal onajonlar, opajonlar, xolajonlar. Qaranglar, ustimdagi yangi kelgan mana shunaqa ipakli shtapil kiymayman degan onajon xolajonlarimiz uchun ipak degan materialimizdan shunaqa asalgina ko'ylaklarimizni olib kelib qo'ydik. Tovlanadigan, mana tovlanishini bitta yaxshilab ko'ringlar. Ustinglarda posadkalari juda ham chiroyli turadigan, shikarni to'yga ham yig'illagan, kiyib ketaveradigan shunaqa asal ko'ylaklarimizni skidkada 250 mingdan qo'ydik. Bilasizlar, ipaklarni boshqa joylarda 400-450 ming sotishadi. Toshlariga yaqinroqdan e'tibor qilamiz. Juda ham chiroyli, neobычный mana shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. 250 mingdan. Xo'p, rasvetkalari 5 xil rasvetkadan iborat, razmerlari 46 dan 56-58 gacha bemalol keladi. Mana shunaqa 5-6 xil rasvetkalarda kiyishinglar mumkin. Kelib bemalol do'konimizdan skidkalarda xarid qilasiz.